Bolalar kelib aytayapti, 50 yo 55 yashar orasidagi muslima o'zbek opamiz ko'chadagi o'sha bir davlat endi, o uzoqliklar. Ko'chadagi hojatxonaga kirib ketyapti. Shuni qarasam, yuzi bir qanaqadir issiq ko'rindi. Shunga chiqib salom bersam, aliga oldim. Qayerdansiz? O'zbekistondanman deydi. Bilasiz, umuman kerak bo'lsa, Robbisini Allohni yo'q deganlarning hojatxonasini yuvib yuribdi. 50 yashar ona. Biz javob bermaymiz deb o'ylaysizmi? Bugun mashinasini nikkel qilib olib yurganlar, 14 ming dollarga mashina olib 10 ming dollar sarflab qo'yib katta ketayotganlar. Javob bermayman deb o'ylaysanmi? Shunaqa javob beramiz hali. Qiyomat nimaga bo'ladi deb o'ylaymiz? Qiyomat nimaga bo'ladi? Imina shular uchun bo'ladi. Yomonlar jazosini olish uchun, yaxshilar mukofotini olib jannatga kirish uchun qiyomat bo'ladi akalar. Uyg'onaylik.